Sharifda solih ayol kim yo Rasululloh deb so'rashganda Rasululloh akram alayhissalatu vassalom juda qisqa jumlalar bilan buni bayon qilganlar. Iza amartaha ata'atka. Buyursang itoat qiladi. Va iza nazarta ilayha sarratka. Qarasang ko'zingni quvnatadi. Va iza ghibta anha hafizatka fi malika va fi nafsiha. Sen yo'g'ingda o'zining nafsi, o'zining demak iffati va sening molingda seni muhofaza qiladi deganlar. Qarasang quvnatadi degan gap faqat tashqi chiroylikka tegishli emas. Ya'ni ko'zni quvnatish bu xursandchilikning cho'qqisi hisoblanadi. Ya'ni solih ayol kim desa, solih ayol shuki, undan sening ko'zing doim chaqnab turadi. Xursandlikdan ko'zing chaqnab turadi. Mana bu solihalik bo'ladi.